O'zini o'zi band qilib, uzun marketda ko'pchilik ishlayapti. Yana ko'pchilik ro'yxatdan o'tolmayapti. Bankdan hisob raqami ocha olmayapti, komissioner qilib qo'sha olmayapti. Har xil problemalar bo'lyapti. Bularni qilish oson, unaqa qiyin emas. Mana kerak bo'lsa pul tashab ham ko'rildi, ketma-ket. Ikkita sho'tga alohida pul tashab ko'rilgan. Tovarlar qo'yilgan, tovarlar zakaz qilib ko'rilgan. Mana magazinlar aktiv holatda ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bitta mana ro'yxatdan o'tganlik to'g'risida, bitta mana samazayniy. Ko'rsangiz bo'ladi mana o'zini o'zi band qilish bo'lib ro'yxatdan o'tilingan. Mana bankdan kerak bo'lsa ikkita hisob raqami ochib ko'rilgan. Ikkalasiga ham pul tashab ko'rilgan, qaysi birida komissiya bo'lyapti, nima bo'lyapti, o'shalar tekshirib ko'rilgan. Bankdan hisob raqam ham ochish unaqa qiyin emas. Kimlargadir yo'q ochmaymiz, faqat YTTga ochamiz yoki MCHga ochamiz deyishayotgan ekan. Kerak bo'lsa menga ham shunaqa deb yuborishdi. Yo'q, o'zini o'zi band qilishga ochmaymiz deb yuborishdi. Keyin kerakli ishlar qilingandan keyin indamasdan ochib berishdi. O'ziga yarasha yo'li bor bularning hammasini. Tak, bular bo'yicha kurslar bor. Agar qilolmayotgan bo'lsangiz, kurslarda o'rganishingiz mumkin bularni qilishni. Kurslarni mana Seller pastga chiziqcha uz7 kanaliga kirsanglar, tak, kurslar haqida ma'lumot berilgan, mana zakripit qilingan. Tak, offlaynda 3,5 million, onlaynda 3 million. Konsultatsiyasi 200 ming. Kurs 10 kun davom etadi, 1,5 soatdan. Konsultatsiya bo'lsa 1 soat davom etadi, bir martalik bo'ladi. Agar qaysidir joyini tushunmayotgan bo'lsangiz, misol uchun bankdan hisob raqami ochishni, mana shu konsultatsiyasini olsangiz bo'ladi. Yoki to'liq kursini olib, boshidan oxirigacha hammasini o'rganib, magazinlarni aktiv holatga keltirib, o'sha tovarni ham skladga olib borgan bo'lasizlar. To'liq kursda hammasi o'rgatiladi. Noldan savdoga chiqqungacha bo'lgan ishlarni hammasi o'rgatiladi. Agar kerak bo'lsa, mana pastiga Telegramga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalga podpisatsiya bosib qo'yinglar.